Do'stlarim, bugun men birinchi marta mana kofe damlaganimni videoga oldim. Videoga olishni o'rgandim, xullas kalom. Bitta opa menga aytdiki, internetga videoga olib qo'ymoqchiman, bo'sh vaqtim ko'p deganimda, unda dedi, "Keyin men senga o'rgataman" dedi-da, videoga olishni o'rgatdi. Video keyin bo'pti, unda dedim, kofe damlaganimda videoga olayin dedimda. Videoga oldim, mana shunaqa qilib. Videom qanaqa chiqibdi? Agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Mana sutli kofe damladim. Sutlarni, kofelarni hamma narsani soldimda. Men shakar solmayman lekin kofega. Yana nima uchun nima qo'ygan nimalaringizda ichida shakar yo'q demang, chunki men shakar ichmayman. Kofe bilan shakar ichmayman. Sutni, kofeni solamanda, undan keyin suv solaman. Tamom. Qaynoq suv. Kofeni sovuq solaman. Keyin balkonga chiqdimda, balkonda o'tirib, kofemni mazza qilib ichdim. Endi menga o'xshab internetga kirganlar yoki nima desam, oldindan internetga kirganlar, videom qanaqa chiqibdi, o'shanga fikringizni bildirib keting. Videomni ko'rgan barchaga, hammaga kattakon rahmat do'stlarim. Keyingi videolarimda inshaalloh ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Hammalaring Allohimga omonat bo'linglar do'stlarim.